Chap tomon bilan uxlash umuman mumkin emas. Ahamiyat beringlar. Uxlashdan oldin buni 5-asrda payg'ambarimiz ham aytib ketgan. Meditsinada ham mumkin emas. Tasdiqlayapti. Sababini hozir tushuntirib aytib o'taman. Chunki chap tomon bilan uxlagan vaqtingizda chap tomonda yurak joylashgan, oshqozon tagi bezi va oshqozon. Uxlagan vaqtingizda yurakning ustidan oshqozon tagi bezi bosadi, uning ustidan oshqozon bosadi. Asosda har xil yurak kasalliklari, davleniya kasalligi o'shadan paydo bo'ladi va saharlik diabet ham o'shandan paydo bo'ladi asosda. Chunki oshqozon tagi bezining ustidan oshqozon bosgandan keyin oshqozon tagi bezi ishlamaydi, sok ajratmaydi. Asosda keyin желудка kasallar, gastrit, yazvalar ham o'shandan paydo bo'ladi, sahar diabet. Chunki o'zimizning xalqimiz ko'pincha kechki vaqt ko'proq yog'li narsa, jarni yeb uxlaydi. Asosda желудка ishlamagandan keyin nima bo'ladi? Asosda gastrit, yazva bo'lishi mumkin. Mana shuning uchun harakat qilinglar. Chap tomon bilan uxlamash kerak va uxlashdan oldin kechqurunga, ujinga faqat harakat qilinglar mevalik va salatlik yeyishga. Rahmat, sog' bo'ling.